O'zbekiston fuqarolari tezda xabardor bo'ling. 22 aprel chorshanba kuni O'zbekistonning ko'plab viloyatlarida kuchli yog'ingarchiliklar yog'ishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 22 va 23 aprel kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati kechasi 8-13 daraja, kunduzi 21-26 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 22 va 23 aprel kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol sharqdan 13-18 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida 22 va 23 aprel kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati kechasi 13-18 daraja, kunduzi esa 24-25 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22 va 23 aprel kunlari ayrim joylarga yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati kechasi 15-20 daraja, kunduzi 23-28 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 22 va 23 aprel kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Havo harorati kechasi 15-10 daraja, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22 apreldan 24 aprelgacha vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 25 aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22 aprelda ba'zi joylarda 15-20 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari esa 13-18 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda.